Bismillahirrohmanirrohim. Mavlidi nabaviyni nishonlash borasidagi ba'zi qiyosiy dalillar. Jaloliddin As-Suyuti rahimahulloh aytadilar: mening nazdimda aslida mavlid amalida odamlarning to'planishi, Qur'oni Karimdan qiroat qilish, payg'ambar alayhissalomning tavallud topganlarida ro'y bergan mo'jizalar haqida vorid bo'lgan xabarlarni rivoyat qilish, keyin dasturxon yozilib, taomlardan tanovul qilingach tarqalib ketish, bularning hammasi bid'ati hasana ishlardan sanalib, uni tashkil etganlarga savob bor. Chunki bunda payg'ambar alayhissalomni ulug'lash, tavallud topganlari uchun xursandchilik va shodlikni izhor etish bor. U zot yana shunday deydilar: qorilarning imomi Al-Hofiz Shamsiddin ibn al-Jazariyning Arfat Ta'rif bil Mavlidi Sharif nomli kitobida shunday satrlarni o'qidim. Abu Lahab vafot etgach tushda ko'rildi va unga holing qanday deyildi. U do'zaxdaman, biroq har dushanba kechasi mendagi azob yengillatiladi. Yana barmog'imni so'rsam suv chiqadi. Buning boisi cho'rim Suvayba menga payg'ambarning tug'ilgani haqida xabar olib kelganida xursand bo'lganimdan uni cho'rilikdan ozod qilib yuborganim va u Muhammadni emizgani uchun deb javob berdi. Agarki payg'ambarimiz alayhissalomning tavallud topgan kechalarida xursand bo'lgani uchun Qur'oni Karimda mazammat qilingan kofir Abu Lahabga do'zaxda shunchalik muruvvat ko'rsatilgan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilganlaridan xursand bo'lgan, borini u kishiga bo'lgan muhabbati uchun Alloh yo'lida ihson qilgan musulmonning holi qanday bo'lishi mumkin? Beshak Alloh taolo uni o'z fazli bilan jannat ne'matlariga dohil etadi. Husnul Maqsid fi Amalil Mavlid kitobidan. Alloma ibn Obidin aytadilar: bilingki, payg'ambarimiz alayhissalom tavallud topgan oyda Mavlidi Sharif o'tkazish yaxshi bid'atlardandir. Yana shunday deganlar: mo'jizalar sohibi bo'lmish zotga eng afzal salovatlar va mukammal salomlar bo'lsinki, u zotning qissalariga quloq solish eng buyuk qurbatlardandir. Sharhi ibn Obidin ala Mavlidi ibn Hajar kitobidan. Muhammad Said Ramazon al-Buti shunday deydilar: Rasulullohning tavallud kunlarini eslab nishonlash diniy manfaat ko'zlanadigan ijtimoiy tashabbusdir. Buni hozirgi asrda o'tkaziladigan bir qator diniy anjumanlarning biri deyish mumkin. Biroq bunday bayramlar shariatda munkar sanalgan holatlardan xoli bo'lmog'i lozim. Ali Juma, Misrning sobiq muftiysi: payg'ambar alayhissalomning mavlidlarini nishonlash eng fazilatli va buyuk qurbat hosil qiladigan amallardandir. Chunki bu xursandchilik va u zotga muhabbatni ifodalashdir. Zero payg'ambar alayhissalomga nisbatan muhabbat iymon asoslaridan biridir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.